Assalomu alaykum hammaga, kanalimizning ashaddiy obunachilari, ashaddiy muxlislari. Kurkalarning nega bahor oyi ko'pincha ko'pisining kayfiyati bo'lmaydi va nima uchun ichi ketadi? Ya'ni ko'p kurkalarning ichi ketyapti. Ko'p odam menga yozdi qanday davolasa bo'ladi uni deb. Bugungi videomiz aynan shu haqida bo'ladi. Mana shu qora kurkam ham, ya'ni induk deydi-ku xorijcha. Shu ham ichi ketib yuribdi. Buni qanday davolasa bo'ladi? Bugungi videomiz aynan shu haqida bo'ladi. Videoni o'tkazib olmasdan oxirigacha ko'ringlar. Hammamiz uchun foydali. Agarda siz kurka boqmasangiz, kurka boqadigan tanishlarga videoni jo'natib qo'ying va Telegram kanalimizga obuna bo'ling, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Mana bir narsani ham ko'rsatib o'tay. Tuxumlari mana bittasi kurk bo'lib yotibdi. Nima uchun imindan ichi ketadi? Ya'ni kurkalarning nima uchun ichi ketyapti? Kurkalarning ichi ketishiga sabab bahor oyi, ya'ni issiq bo'lyapti. Yoz oyi, bahor oylari, ya'ni aprel oyi, 10-aprel issiq juda yuqori, ichi ketyapti. Ichi ketishiga sabab bularning har xil narsalar yeyishi, ya'ni ko'pincha aynagan sabzavot berishyapti ko'p odam. Uni qilmanglar, aynagan sabzavot bermanglar. Bularga qattiq don berish kerak faqat hozir, ya'ni aprel oyi ichi ketyaptimi bo'ldi. Boshqa yemni ko'tarib faqat don berish kerak, ya'ni qattiq yem. Ya'ni bug'doy, makka, shunga o'xshash qattiq don berish kerak. Iloji boricha issiq joyda yursinlar, ya'ni mana shunaqa poliyada yursinlar. Bu immunitetini oshirishga ham yaxshi hissa qo'shadi va har xil bu hozir ichi ketsa ko'pchilik nima beradi? Har xil sabzavot beradi. Bermay turaysizlar. Sabzavot bermaysiz ichi ketsa faqat qattiq don, ya'ni shu makka bug'doyni berasizlar. Va undan tashqari ugil degan dori bor. Odamlar biladi uni. Ugil, ya'ni ko'mir dori. Bitta emas, ikkita ko'mir dorini 8 bo'lakka bo'lasizlarda, og'zini ochib tiqasizlarda, kurkaning shpritsning inasini olib yoki boshqa bir narsada ozgina suv quyib yuborasizlar. Ya'ni 50 gram suv quyib yuborsanglar, yutilib ketadi dorisi va ozgina bo'lsa ham foydasi bo'ladi. Kechagina men o'zim video qila olmadim, lekin shu ugil dorini 8 ga bo'lib, ya'ni ikkitasini 4 ga bo'linadi, bittasi o'zi 2 ga bo'linadi, 4 ga bo'lib og'ziga sig'adigan qilib berdim. Xudoga shukr, zo'r yurishibdi mana hozir. U ichi ketsa ko'pincha tuxum ham to'xtatib qo'yadi. Shuni ham eslarimdan chiqarmanglar. Nima deganda 3 kun bo'ldi, mana shu qorasi tuxum tug'mayapti. Shuning uchun iloji boricha tuxumni to'xtatmaslikka harakat qilinglar. Iloji boricha tuxumni to'xtattirmanglar. Mana shunaqa yashil, ya'ni beda yeb yursin, juda ham foydali beda yeb yursin, foydasi juda yuqori. Shu ugil dorini shunaqa qilib berasizlar, qattiq yem berasizlar. Mana shu beda yeb yursin, boshqa yem bermanglar. Ich ketishining eng oldini olish maqsadida bo'lsangiz, boshqa yem bermang. Aziz yurtdoshlar, ko'pchilik menga savol beradi, ya'ni mening kurkam umuman tuxum tug'mayapti, ya'ni aprel oyi bo'lsa ham tuxum tug'mayapti. Kurkalar o'zi ko'pinchasi iyunga ham tug'ib qo'yadi. Buni tuxumga kiritish uchun birinchi yo'li bularga sabzavot beringlar va mana shu yashil bedani ko'p beringlar. Shunda bular tuxumni yaxshi tug'adi. Bo'lmasa tuxum tug'maydi bular. Shuni ham esdan chiqarmanglar. Lekin ichi ketdimi, sirazi buni shu ko'mir dori, ya'ni ugil dori bilan emlab oringlar. O'zi maxsus yemlar bor, prosti. Mana bunaqa 2-3 ta kurka boqadiganlarga tavsiyam shu uy sharoitida ugil dori ichirib olsanglar bo'ladi. Agarda ferma bo'lsa, o'zining dorisini ichiringlar. Mana shunaqa yashil bedani berib yursanglar, foydasi juda yuqori. Mana yashil beda. Buning foydasi shu tuxum tug'ishga ham yordam beradi, boshqasi ham foyda beradi. Immunitetini ko'tarishga, semirishga ham foydasi yaxshi. Shuning uchun tavsiya beraman kurka boqayotganlarga. Mana shunaqa yem, ya'ni yem deb bo'lmaydi, ko'kat berib yuringlar. Sizga foydasi tegadi. Mana olmalar ham o'zi kulladi.
qiziq bo'lsa bu haqida ham video chiqaraman. Videomiz yoqdi degan umidamiz. Like bosasizlar, obuna bo'lasizlar.